Xavotir, qo'rquv nevrozini 5 ta belgisi. Shularni sanab o'taman. Agar sizda ikkitasi bo'lsa, sizda nevroz bor. Agar 3 tasi bo'lsa, bu nevrozingizni davolash kerak bo'ladi. Demak, eng birinchi belgisi uyqu buzilishi va ertalab turganda charchoq bilan uyg'onish va ertalabdan o'zingizda xavotir hissini his qilishingiz. Nimadir bo'lib qoladigandek, hozir qanaqadir jarayon, nimadir vahimali narsa bo'lib qoladigandek o'zingizda xavotir his qilasiz. Bu birinchi belgisi. Ikkinchi belgisi simptomlar, ya'ni tanangiz sizga xohlagan simptomini beradi. Boshingiz og'riydi, boshingiz aylanadi, nevropatologga borasiz, zo'rsiz. Yuragingiz og'riydi, davleniyasi chiqadi, yurak tez urib ketadi. Kardiologga borsangiz, "Yo'q, siz yuragingiz yaxshi" deydi. Yoki bo'lmasa oshqozon, jigar muammolar bo'ladi. Qanaqadir oshqozoningizni hazm buziladi, shu sohada og'riqlar bo'ladi. Gastroenterologga borasiz, zo'rsiz. Yoki bo'lmasa o'pka, nafas yetmagandek bo'laveradi. O'pkangizni tekshirtirasiz, yaxshisiz. Hamma analizlar, tekshiruvlar, doktorlarning xulosa yaxshi bo'lishiga qaramasdan nimagadir siz o'zingizni sog'lom his qilmaysiz. Bu ikkinchi belgisi. Uchinchisi o'y-xayollar. O'y-xayollar endi shunaqa yopishib oladi. Bitta plastinka aylanganday aylanib miyangizdan chiqib ketmaydi. Bundan qutulishi iloji yo'qdek. Uxlasangiz ham shu xayol, tursangiz ham shu xayol, shu qo'rquv kelaveradi. Aynan o'y-xayollarning yopishqoq bo'lib qolishi ham nevrozni 3-chi belgisi hisoblanadi. Va 4-inchisi qochish. Qochish, ya'ni bu keyinchalik rivojlanadi. Ya'ni odamlar orasiga kirishdan, bu qanaqadir tadbirlarga borishdan, uzoq safarlarga chiqishdan, oddiygina masalan tog'ga, dachaga chiqib kelish ham siz uchun qanaqadir qo'rqinchli jarayondek. Borsiz mazangiz bo'lmay qoladigandek, agar uzoqroqqa ketsam mazam bo'lmasa nima qilaman degan qo'rquv xayollar bilan siz o'sha narsalardan qochishni, har xil bahonalar qilib qochishni boshlaysiz. Va 5-inchisi siz internetchi, Googlechi bo'lib qolasiz. Nimaga? Hamma ma'lumotlarni internetdan, Googledan yoki ChatGPTdan qidirishga harakat qilasiz. Va qidirib ichidan eng og'iri, eng yomonini topasiz va xayolingizda shu narsalar sizda bordek tuyulaveradi. Mana shu 5 ta belgi sizda xavotir, qo'rquv, nevrozini borligini belgisi hisoblanadi. Agar shundan ikkitasi bo'lsa, sizda nevroz bor. Agar 3 tasi bo'lsa, bu nevrozingizni davolashga to'g'ri keladi. Mana nevroz haqida ma'lumotlar so'rashgan, aynan mana shu belgilar orqali sizda nevroz borligini aniqlab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.